Endi dada bu katta uyda bir o'zingiz yashamaysiz. Uy sotamiz. Mana bir hafta menikida, bir hafta bu ukamnikida, bir hafta munikida yashaysiz. Uy sotamiz dada. O'g'lim, shu uy sotib nima qilasan? Hammalaringiz shu uyda mana o'ynab kulib katta bo'lgansizlar. Bu uy sotmagaylik. Ey dadajon, o'g'lingiz to'g'ri gapirib turibdi. Uyni sotib pulini оборот etamiz, biznes etamiz. Kelin, o'g'lim, o'zlaringiz bilasizlar. Menga farq yo'q. Kelin, choy qolmabdi. Bitta ko'k choy damlab bering, dorim ichib olay. Choy, buncha ko'p choy ichasiz? O'g'lingizning topanini yeb o'tiribsiz. Hozir boryapman, o'zi chiqyapman dugosh. Kelin, qayerga ketyapsiz? Dugonalarim bilan uchrashuvga. Hali yoshsiz, ko'chada har xil odam bor. Bunaqa kiyinguncha ko'ylak kiysangiz bo'lmaydimi? Sizni nima ishingiz bor, dadajon? O'g'lim, charchamading. Kelin hozir dugonalar bilan uchrashuvga ketdi. Sal netroq kiyinib ketdi. Shuni bir og'iz gapirib qo'y. Dada, nima ishingiz bor uni kiyinishi? Hozir zamon talabi shunday. Siz qayerdan tushunasiz uni? Qarra o'zi miyangiz churrigan sizni. Bera yashashga kelganmiz, yashang. O'zi shu oxirgi kuningizmi deyman, boring ukamga keting. Ha, biz kechqurun aytancha ketamiz keliningiz bilan o'tirishimiz. Ismat 60 dan o'taningdan keyin hech kimga keraging bo'lmaygan. Nima? Ey, o'zimni yashab o'tiran uyimni sotdi-da bachalarim. Оборот qilamiz, undoq qilamiz, mundoq qilamiz dedi. Yana meni darbadar qildi. Bir hafta unikida yashayman, bir hafta unikida yashayman. Eng qizig'i hech qaysi so'zim ham o'tmaydi, meni bir tina ilmaydilar. Vobshe charchadim. Iploshlar. Shunday qilyaptim bachalar. Bachalarim shundoq qiladi. Ko'chib ketundan ko'ra uy ol. Qayerdan uy olaman? Qayerga ko'chib ketaman? Mana Poykin turar joy majmuasi. Uy beryapti. Qarako'ldami? Ha? Dada nima chaqirtirdingiz bizlar beri? Menga qaranglar bachalarim. Ana endi sallarkida bir haftadan yotishim shart emas. Men chunki mana bu Qorako'l tumanida joylashgan Poykin turar joy majmuasidan bitta uy oldim. Buni qulay tarafi hozir Ramazon oyi aksiyasi bilan oldin 8,5 million metr kvadrat sotilgan. Hozirda metr kvadrati 5 million 250 ming so'm. 30% chegirma qilganlar. Undan tashqari hech qanaqa foizsiz, pinasiz 1 yildan 3 yilgacha bo'lib to'lashga qilib beryaptilar. Bu yerda bog'chasi yonida maktab qurilishi rejalashtirmoqda. Undan tashqari Acharya universiteti ham yoppa yonida. Ana shu yerdan uy oldim. Mani tinch qo'yinglar, sog' bo'linglar. Bizlar beramiz. Menga berasizmi dada? Hey, hech qaysiga. To'xtama. To'xta. Siz kelin. Bitta qaynotangizga choy damlab bera olmadingiz. Yana uy deysiz, ha? O'ting bu yerdan keting. Sanu punchik. Dadang uyini оборот tiqding. Kechiringlar. Bor ket yo'qal. Bor ket yo'qal. Uy yo'q senga. Sanu xotining bilan ko'chada yuraver. Kerak emas senga dada, kerak emas. Bor yo'qal, xotiningni ol yo'qal. Sen nima qilyapsan bu yerda? Urush bo'layotgan ekan dada. Tomoshaga keldim. O'tmonlarga qara. O'tmonlarga qara, yo'qal. Aşk yâre